Ko'pchilikda mushaklarda nafaqat charchoqlik, balki zirqirab og'rishlar, ayniqsa oyoq, qo'l mushaklarida, tanadan qon ta'minlanishi uzoqroqda bo'lgan joylarida, qo'l-oyoqlarda qo'llari qaltirashi, qaqshab og'rishi, mushaklari qaqshab og'rishi, ayniqsa kechki payt, bu mana shu organizmda vitamin B12 yetishmasligidan bo'lish ehtimoli yuqori. Shu sababdan bu bemorlar ham oyiga 1-2 ml vitamin B12 ni 1 ml dumba mushagiga olib ko'rsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'zingizga aniq 100% vitamin B12 yetishmasligi deb tashxis qo'yilib, keyin shu vitaminni olishni istasangiz, maxsus tekshiruv analizi bor. Demak, laboratoriyaga jumon borib, o'zidagi qondagi ma'lum bir vitaminni miqdorini bilish uchun laborator xodim Pocahontasga aytadi, masalan, ekranda ko'rib turibsiz, venoz qon orqali uni ichidagi vitamin B12 ni miqdorini bilib bering degan. Keyin javob bir kundan keyin chiqadi. Mana shunaqa javob beradi. Shunday ekan, dangasalik, yoqmaslik, mushaklarda og'rish vitamin B12 yetishmayotgandan darak berishi mumkin.